mana shu yerga murojaat bilan keldik. Oltin kunlik Hablaxon akam bilan Allohga ming qadar shukr. Doktorlar shunday shirin so'z ekan, ulardan juda faxrlandim. Tinchirib ko'chkada tosh bor deyishganda, uni tinchirib oxiri apendisitdan chiqdi. Apendisitlarni mana udalit qilib yaxshi bo'ldi. Mana Allohga ming qadar shukr. Mana sog'ayib, medsestrlar ham shunaqa dilbar gap bilan ham 10% ga davolayapti. Yinalarni mashib suqqanda bilinmaydi. Allohga ming qadar shukr. Qo'rimiz ham bor ekan, hayot beradigan. Allohga ming qadar shukr. Boshqalarning oziq-ovqatini ko'rsin. Birami shirindan shirin ovqatlarni qiladi. Restoranda ovqatlarda pullar dard ko'rmasin. Shifokorlarimiz ham pullar dard ko'rmasin. Mana shu yerda ishlayotgan bari xodimlarda mana elga xizmat qilyapti.